Hop, qadrdonlar, gap isboti bilan, Xudo xolasa men sizlarga hozir razmerlarim o'zgarganini bitta kichkina video qilib ko'rsatib o'taman. Yoqsa bitta like bosinglar, fikringiz bo'lsa bildirib ketinglar. Xursand bo'lardi, ancha yordam bo'lardi. Mana mana avvalgi savatimizning ikkinchisi, bolasi bu. Xullas qaranglar, qadrdonlar, Toshkent standarti o'zgargan hozir. 11 sm bo'lgan bo'lsa oldin gul taxligan joyi. Hozir 13 sm bo'lgan. Ruchkani balandligi 32 sm, 29 edi, 32 sm qildi, 3 sm kattalashdi. Ichiga o'qlarni ko'ringlar, oltita qoqilgan. Misol uchun boshqalarda bilmadimmi, bizada sifatga ishlanyapti. Chunki mana ko'ryapsizlar, har bir o'q standart qoqilgan. Tepa past bo'lib ketmagan. Follari ham mana yaxshi. Bu bitta savatni misol keltirganimizda. Asosan mana bilinglarki, zakaz bersanglar mana shunaqa sifat holatda chiqadi sizlarning zakazinglar.